2016-yil daladan traktor haydab kelishganda mazalab qolishib, doktorga ko'rsatdik. Olib borsam o'sha miya insulinni boshdan o'tkazdi, yengil deyishdi, davolaymiz deyishdi. Shunda bilan davolashdi. Endi bir joyda qolishganda, bir joyda qolishib, o'g'lim ham ishga bormadi. Men o'ylab, qiynalasiz, bormayman dedim. Bitta qiynaldik. Boshimizda rosa qiyinchilik o'tdi. U kishi yotadi xolos. Aqabaqa qilolmaymiz, o'zim qiynaldim. Hozir yengillik bo'ldi. Qiynalganim yo'q kelgandan beri, to'g'risi yaxshi ekan, qiynalganim yo'q. Rahmat. Yumshoqmikan desam kulib qo'yishadi. Bunday kallasini qimlatishadi. Yaxshimikan desam, ha deyishadi. Yanvar oyida Yoqubova Muhtaramxon va Yoqubov Yosinjonlar xonadoniga tashrif buyurganimda Yoqubov Yosinjon amakini birinchi guruh nogiron ekanligini, bir joyda yotishlarini, avval yotoq yeri chiqqanligi va hozirda ham boshlanib qolganligini guvohi bo'ldim. Xonadonga shunda amakiga nima yordam qilsam ekan, bir joyda yotishar ekan, ham yerda yotishar ekan deb juda ham o'ylanganman. O'sha paytda kuni kecha Vazirlar Mahkamasining yangi qarori qabul qilindi. Qarorga asosan 8 xildagi reabilitatsiya qilishning texnik vositalari va protez ortopediya moslamalari qo'shilib, soni 30 tadan 38 taga yetkazildi. Mana shularning orasida mana shu Yoqubov Yosinjon fuqaromizga kerakli bo'lgan funksional kravat ham mavjud bo'lib, xabar topishim bilan tezda fuqaro bilan gaplashib, arizalari asosida bazaga kiritildi. Oilaga funksional kravat berilgan. Shu Yoqubov Yosinjon amakini parvarishi bilan band bo'layotgan ayoli, o'g'li parvarishlash jarayonida yengilliklar yuzaga kelganligi uchun o'zlarini boshqa ishlari bilan ham mashg'ul bo'lish imkoniyati tug'ildi.